Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Muhammadov Behor Safizovich, umumiy fizika kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan molekulyar fizika kursidan navbatdagi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ma'ruza mashg'ulotimizni. Bugungi mavzuyimiz termodinamik sistemaning entropiyasi haqida bo'ladi. Xo'p, termodinamikaning ikkinchi qonuni nima deydi? Ya'ni biz yuqoridagi mavzularda sizlar bilan termodinamikaning birinchi qonunini o'tdik va uni izojarayonlarga tatbiqini ko'rdik. Har bitta jarayon uchun demak termodinamikaning birinchi qonunini tatbiq etdik va u yerdan ba'zi bir ma'lumotlarni oldik. Xo'p, termodinamikaning demak ikkinchi qonuni nima dedi? Quyidagicha Tomsonning ta'rifi bor. Issiqlikning ishga aylanishi sodir bo'ladigan o'z-o'zidan, ya'ni spontan jarayon bo'lishi mumkin emas. O'z-o'zidan kechadigan jarayonning yagona natijasi faqat issiqlik, ya'ni ishning issiqlikka aylanishi bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni bu nima degani? Mana termodinamika qonunida ko'rdikki, sistemaga berilgan issiqlik miqdori sistemaning ichki energiyasining o'zgarishiga hamda tashqi kuchlar ustida bajarilgan ishga sarflanardi. Endi qarasak agar, masalan, issiqlikni ishga aylanishi, ya'ni har qanaqa jismga issiqlik bersangiz, u ish bajarmaydi. Tabiatdagi barcha hodisalar deyarli xuddi shunaqa. Issiqlik bersangiz, uning ichki energiyasi o'zgaradi, lekin ish bajarmaydi. Shuning uchun ham demak quyidagicha ta'rif berilyapti. Faqat demak o'z-o'zidan sodir bo'ladigan jarayon bu ish bajarayotganda bo'lishi mumkin. Sababi ish bajarishi natijasida demak energiyaning bir qismi issiqlikka aylanib ketadi va jarayon demak o'z-o'zidan kechadigan boyagi issiqlikka ajraladigan jarayon bo'lishi mumkin. Qaytmas jarayonlar. Endi biz entropiyani ikkita holat uchun qarab chiqishimiz mumkin. Bu birinchisi qaytar jarayonlar uchun va qaytmas jarayonlar uchun. Bilamizki, qaytmas jarayonlar, tabiatdagi barcha jarayonlar bu qaytmas jarayon hisoblanadi. Sababi jarayon sodir bo'layotganda energiyaning bir qismi bu issiqlikka aylanib ketadi. Termodinamik sistemalarda demak issiqlikka aylanib ketadi. Shuning uchun ham jarayon qaytmas bo'lmaydi. Masalan, o'sha koptokni yuqoridan tashlaganimizda pastga kelib turib energiyasini ma'lum bir qismini demak yerda deformatsiyalashga beradi-da, yana qaytib tepaga chiqayotganda demak boshlang'ich nuqtasiga qaytmaydi. Endi yerni boyagi qancha yumshoqroq bo'lsa agar, masalan, soddaroq qilib aytsak, qancha yumshoqroq bo'lsa agar, u o'sha kelib turib zarb bilan urilganda uning energiyasi ko'proq yerga beriladi-da, o'sha taglikka beriladi va yuqoriga kamroq energiya olib yuqoriga qarab intiladi. Endi birinchi qaytmas jarayonlar uchun qarasak, tashqi muhitning aralashuvisiz tizimda sodir bo'la olmaydigan jarayonlar demak qaytmas jarayon deb atalar ekan. Xo'p, shu paytda savol tug'iladi, qaytmas jarayonlar qaysi tizimlarda sodir bo'lishi mumkin? Endi oldin bu sistemalar haqida ma'lumot bergandik. Ochiq sistema, yopiq va izolyatsiyalangan sistemalar. Ochiq sistemalar bu demak energiya va modda almashinuvi mavjud edi. Yopiq sistemalarda faqat boyagi energiya almashinuvi bor edi, modda almasha olmasdi. Izolyatsiyalangan sistemalarda esa nafaqat modda, balki energiya ham almashmaydi. Tashqi muhit bilan demak izolyatsiyalangan holatdagi sistemalarga izolyatsiyalangan sistemalar deb atalardi. Hop, bunday jarayonlar uchun energiyaning tashqi muhitdan issiqlik yoki ish ko'rinishida uzatish zarur bo'ladi. Demak, qaytmas jarayonda demak doimiy o'sha siklni yoki bo'lmasa jarayonni ta'minlab turish uchun tashqaridan energiya berish kerak. Tashqaridan demak energiya uzatib, uni harakatini doimiy davom ettirib turish kerak. Xo'p, savol demak qaytmas jarayonda misol keltiring. Biz oldin mana boya misol keltirdik. Endi o'zlaringiz demak sal mulohaza qilib turib, demak qaytmas jarayonga misol keltirishingiz kerak. Qaytar jarayonlar qanaqa bo'ladi? Endi qaytar jarayonda sodir demak, agar jarayon sodir bo'lgandan so'ng sistema va tashqi muhitni avvalgi holatda qaytarish mumkin bo'lsa, bunday jarayon demak qaytar jarayon deyiladi. Bu tabiatda bunaqa jarayon yo'q. Sababi har qanaqa jarayonda ham o'sha tashqi muhitdan energiya olinadi yoki energiya uzatiladi va hokazolar bo'lishi mumkin. Xo'p, misol ishqalanishsiz, endi qaytar jarayonga misol ishqalanishsiz idish ichidagi gazning kengayishi, ya'ni silindrik idish ostida agar biz gazni joylashtirgan bo'lsak va u gaz demak
mana bu porshenimiz silindr bilan ishqalanishsiz tarzda harakatlanadigan bo'lsa, u holatda bu qaytmas bo'lishi mumkin. Lekin har qanaqa jarayonda ham mana bu demak silindr va porshen orasida ishqalanish kuchlari mavjud va bular ishqalanish sababli energiyaning bir qismi issiqlikka aylanib ketadi. Ishqalanish sharoitida tizimni avvalgi holatiga qaytarish uchun ish bajarish kerak bo'ladi. Bu esa tashqi muhit energiyasining o'zgarishiga olib keladi va jarayon qaytmas bo'ladi. Ya'ni aytib o'tganimizdek, har qanaqa boyagi holatda ham silindr idishi bilan boyagi porshen orasida bari ishqalanish mavjud va mana shu ishqalanish mavjudligi sababli u nimani qoplash uchun tashqaridan energiya berish kerak. Energiya berilayotganda demak bu tashqi muhitning energiyasi o'zgarishiga olib keladi va bu jarayonimiz qaytmas bo'lmas ekan. Qaytar bo'lmas ekan. Hop, termodinamika ikkinchi demak qonuni, termodinamikaning ikkinchi qonuni asbolt tomonidan quyidagicha ta'riflanadi. Tashqi muhitdan olingan butun issiqlikda to'liq ishga aylanishi sodir bo'ladigan jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Ikkinchi turdagi abadiy harakat mashinasi. Ya'ni abadiy dvigatel mashinalari yaratish mumkin emas edi. Sababi boya aytib o'tdikki, abadiy dvigatel bu qaytar jarayon hisoblanadi. Qaytar jarayon doimiy o'sha tashqi muhit aralashuvsiz doim demak harakatda bo'lish kerak. Bunaqa harakat sodir bo'lmaydi. Va bundan tashqari demak tashqi muhitdan olingan butun energiyani to'laligicha boyagi ishga aylantirib bo'lmaydi. Masalan, xuddiki nimalarda issiqlik elektrostansiyalarida boyagi yoqilg'i yonishi natijasida undan issiqlik olinadi. Issiqlik keyinchalik demak elektr energiyasiga aylantiriladi. Lekin mana shu yerda ham qarasangiz agar issiqlik energiyasining barcha qismi elektr energiyaga aylanmaydi. Ma'lum bir foizi demak o'tadi. Bu o'sha qurilmani yoki bo'lmasa ISlarning foydali ish koeffitsiyenti, ya'ni boyagi quvvat nimasiga foydali ish koeffitsiyentiga bog'liq bo'ladi. Mana shunga qarab turib, demak, o'sha olinayotgan issiqlikning qancha qismi elektr energiyasiga aylantirishni ko'rsatadi. Masalan, quyosh panellarida bu 20% gacha ham yetmaydi. Ya'ni quyoshdan o'sha olayotgan energiyaning 20% ga ham yetmaydi. Bu demak elektr energiyasiga aylantiradigan qismi. Va xuddi shuningdek termodinamik sistemada ham xuddi shunaqa tashqi muhitdan olingan issiqlikning bir qismi demak ishqalanishga sarflanadi sistemada va bir qismi esa demak ish bajarish uchun sarflanar ekan. Ichki yonuv dvigatellari shu prinsipda ishlaydi. Demak, issiqlik manbai, energiya oqimi, issiqlik, dvigatel demak ish tartibida bo'ladi. Bu masalan bunaqa siklik doimiy demak harakatlarga misol qilib turib, bizlar bu nimani ko'rgandik, Carnot siklini. Ya'ni Carnot siklida ish bajarilishi, ya'ni olingan issiqlik miqdorini ishga aylantiruvchi eng katta o'sha foydali ish koeffitsiyentiga ega sistema edi. Undan kattaroq nimada darajadagi foydali ish koeffitsiyenti bo'ladigan sikl o'zi mavjud emas edi. Entropiya nima? Xo'p, entropiya bu tizimdagi tartibsizlik darajasini ifodalash funksiyasi. Tizimda bilamizki, molekulalar tartibsiz harakatlanadi va energiya taqsimoti ham xuddi shunaqa bo'ladi. Termodinamikaning ikkinchi qonunida entropiya o'z-o'zidan kechadigan jarayonni aniqlash uchun qo'llaniladi. Ya'ni bu entropiya bu demak termodinamikaning ikkinchi qonunida o'z-o'zidan kechadigan jarayonni aniqlash uchun qo'llaniladigan demak tushuncha yoki demak kattalik. O'z-o'zidan kechadigan jarayon har doim energiyaning tashqi muhitga sochilishi va entropiyaning ortishiga olib keladi. Ya'ni jarayon o'z-o'zidan bo'lyaptimi? Bu albatta demak bu tashqi muhitning energiyasi o'zgarishiga olib keladigan jarayon hisoblanadi. Xo'p, qaytar jarayon uchun entropiyaning issiqlikka bog'liqligi. Biz bilamizki, demak, termodinamikaning birinchi qonuni quyidagicha ta'riflanadi. dQ barobar du plus da, ya'ni sistemaga berilgan issiqlik miqdori sistemaning ichki energiyasining o'zgarishiga hamda tashqi kuchlar ustida bajargan ishga teng edi. Qaytar jarayonlar uchun demak buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Bu yerda qaytar jarayonda bajargan ishimiz P dv ga teng bo'lyapti va energiyamiz esa quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni berilayotgan issiqlik miqdori N Cv dt plus P dv ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda N modda miqdori, odatda nu bilan ham belgilaymiz. Cv imiz esa bu doimiy hajmdagi
issiqlik sig'imi va qolgani demak temperatura, harorat, bosim va hajm o'zgarishi buni bilamiz. Xo'p, Klaperon tenglamasi, Mendeleyev Klaperon tenglamasiga muvofiq P taqsim T'miz bu NR taqsim V ga teng yoki nu R taqsim V ga deb o'rganganmiz. Va demak quyidagicha o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Ya'ni dq barobar N CV dt plus NR taqsim V. Ya'ni P ni o'rnida bu yerda NRT taqsim V qo'ydik. Ya'ni ko'paytirilgan dv ni o'zi turibdi. Xo'p, endi mana bu sistemamizda har ikkala tomonni t ga agar qisqartirib yuborsak, t ga bo'lib yuborsak agar, demak dq taqsim t, ya'ni bu tomon va ikkinchi tomonni n cv dt taqsim t plus n r t taqsim v t ga teng bo'lar ekan. Vt ko'paytirilgan dv ga teng bo'lyapti. Xo'p, mana bu qismda ikkinchi hadda demak t'lar qisqarib ketsa agar, sistemamiz quyidagi holatda bo'ladi. Ya'ni dq taqsim t plus n cv d ln t, ya'ni mana bu yerda dt taqsim t funksiyasini demak ln t qilib yozib oldik va plus n r d demak dv taqsim v imizni ln v ga aylantirib oldik va mana bu yerda ko'rinadiki dq taqsim t'miz bu ds deb belgilab olamiz. Mana shu ds bu entropiyaning o'zgarishi bo'ladi. Xo'p. Entropiyaning demak termodinamik ta'rifi ham mavjud. Demak, fizik yoki kimyoviy jarayon natijasida entropiyaning o'zgarishi doimo sodir bo'lar ekan. Bu yuqorida aytib o'tdik, ds bu yerda entropiyaning o'zgarishi. Ya'ni entropiyaning o'zgarishi q taqsim t ga teng bo'ladi. Bu q'imiz ham boyaga aytib o'tdik qaytar jarayon uchun. Demak, q taqsim t ga. Entropiyaning o'zgarishi issiqlik shaklida atrof muhitga qancha energiya demak tasodifiy taqsimlanishini ko'rsatuvchi kattalik hisoblanadiki, ma'lum bir haroratda, aynan o'sha haroratda atrof muhitning o'sha sistema energiyasining qancha qismi atrof muhitga sochilishini ko'rsatuvchi parametr hisoblanar ekan. Qaytar va qaytmas jarayonlarda entropiyaning o'zgarishi. Entropiya demak jarayonning mumkinligi va yo'nalish mezoni hisoblanadi. Demak, mezoni va yo'nalishni ko'rsatadi. Izolyatsiyalangan sistemadagi entropiya o'z-o'zidan sodir bo'ladigan jarayon davomi doimo ortar ekan. Entropiya demak sistemada ortishi mumkin, kamayishi mumkin va o'zgarmasligi mumkin. Birinchidan, izolyatsiyalangan demak sistemadagi entropiya o'z-o'zidan sodir bo'ladigan jarayonlar uchun demak doimo ortadi. Entropiya termodinamik muvozanat holatining mezoni hisoblanadi. Masalan, qaytar mezoni hisoblanadi. Qaytar jarayon uchun entropiyaning o'zgarishi doimo 0 ga teng bo'ladi. Qaytmas jarayon uchun bu dq taqsim dt dedik, u jarayon o'zgarishini ko'rsatadi. Xo'p, qaytmas jarayon o'z-o'zidan sodir bo'ladi va shuning uchun ham entropiyaning oshishiga olib keladi va doimo qaytmas o'sha jarayonlar uchun demak entropiyaning o'zgarishi doimo 0 dan katta bo'ladi. Clausius tengsizligi. Endi entropiya uchun Clausius tenglamasi bor, tengsizligi bor. Bu nima dedi? Entropiya sistemadagi o'z-o'zidan sodir bo'ladigan o'zgarish mezoni hisoblanadi. Ya'ni ds katta yoki teng 0 bo'lishi mumkin. Buni boyagi holat uchun qarang. Masalan, o'sha qaytar jarayonlar uchun bu 0 ga teng edi, qaytmas jarayonlar uchun bu 0 dan katta hisoblanadi. ds plus ds atrof muhitda o'sha entropiyasining o'zgarishi doimo 0 dan katta bo'lar ekan. Keyingisi dsimiz katta yoki teng minus ds. Ya'ni dsimiz bu atrof muhitning o'sha entropiyasining o'zgarishi hisoblanadi. Xo'p, atrof muhitdagi entropiyaning o'zgarishini quyidagicha yozishimiz mumkin. Muhitning entropiyasining o'zgarishi bu dq muhit, ya'ni muhitdagi o'sha issiqlik demak tarqalishini t ga, temperaturaga nisbatiga teng bo'ladi. Har qanday jarayon uchun ds katta yoki teng dq taqsim dt bo'lar ekan. Ya'ni 0 dan kichkina bo'lmayapti. Yuqoridan ko'rdikki, qaytmas jarayon uchun 0 ga teng bo'ldi va qaytmas jarayonlar uchun bu 0 dan katta hisoblanadi. Izolyatsiyalangan sistema uchun esa demak dsimiz katta yoki teng 0 bo'lar ekan. Hop, bugungi mavzularimiz shulardan iborat edi.
Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Qayerdadir tushunmagan joylaringiz bo'lsa yoki savollar bo'lsa, quyidagi kontaktlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.